Yaxshimi? Yoki fohisha deb chaqirishim kerakmi? O, hey Jeo. Mana qiz do'sting keldi. O, yaxshimisiz? Men juda afsusdaman. Men seni xafa qilmoqchi emas edim. Bu yaxshi. Stul edi, yaxshimisiz? Yujin TV kanali uchun maxsus dublyaj qilindi. Hoy, Fadju. Nonushtaga cho'chqa go'shti yedingmi? Senikiga o'xshash hid keldi. Bu shunchaki uning tabiiy tana hidi. Qizlar, bas qiling. Men Hiyejunning tana hidini yaxshi ko'raman. Hiyejun, senda juda katta ko'kraklar bor. Ulkan. Rostdanmi? Men juda asabiyman. Mening ko'kraklarim juda kichkina. Kattaroq ko'krakni xohlaysizmi? O'chir. Men ularni ushlamoqchiman. Men ham. To'xtang. 야, 그게 진짜 찐이다. 진짜 장난 아니야. 야, Qanday qilib umuman hech narsani his qilmaslik mumkin? Agar u hali ham ayolning suyandirib, bu juda qo'pol. Buni bering. 자, 앉아라 얘들아. O'tiringlar suhbatdoshlar. Bu nima? 뭐야? 쌤, 어. 그거 강혜주 브라자요. Nima? Bu juda zerikarli. Hiyeju, o'zing uchun ozishing kerak. Qolganingiz esa do'stingizni masxara qilmasligingiz kerak. Tushundingizmi? 놀리는 거 아니야. 알았지? 어? 야, 아, 정말. Masxara qilmang dedim. 어? Cho'chqa go'shti mening eng sevimli taomim hisoblanadi. 내가 제일 좋아하는 제육 팝콘. Nima bo'ldi? Nega yemayapsan? 어디 아파? Alloh nomi bilan so'yilmagan hayvonlarning go'shtini yemayman. 먹지 말라. Ha. Yeyishing mumkin. Rostdanmi? Keyin qaytarib olmaysanmi? 그러지 뭐. Olaver. Men bugun juda ham omadliman. Oy. Fajju, sen juda ezilib qolding. Nega hijobni ovqatini olyapsan? Sabrina uchun yegandim, chunki u yeyolmaydi. Uning uchun juda ham semirib ketyapsan. Qanday qilib dugonangning ovqatini yeyishing mumkin? Qizlar, unga ovqatlanishga ruxsat bering. Aytgancha, men dietada edim. 어떡하지? Lekin oyim ovqatni qoldirma degandi. Ajoyib, Fajju yonani barcha tushliklarni yeyishi mumkin. Yo'q, men yaxshiman. Men mehmonim bo'l. Cho'chqa go'shtini yaxshi ko'rasan, shundaymi? Hammasi senga. Men ularni hammasini yeya olmayman. Tabassum qil. Bizni zo'ravondek ko'rsatma. Sen menikini ham yeyishing mumkin. 내 것도 다 줄게. 어떡해. 이렇게 섞으면 맛있겠다. 야, 이렇게 하고 내자. 이걸로 먹어봐. 내가 사만 만들어줄게, 사만. 아니 입에 넣어야지. 아 다 떨어지잖아. 음식 남기면 안 된다니까 혜주야. Qarang, u juda xursand bo'lyapti. 먹었잖아. 얼른 자 이것도 저것도 Qani og'zingni ochchi? Tupurib yuborma, faqat yut. 뱉어주는 거. 옳지.
Hiyeju. Buni qidiryapsanmi? Iltimos qaytarib ber. Nima? Uni ocha qol. Bu fentermin. Men uni juda qimmat deb eshitganman. Hiyeju, siz firibgar, kamroq ovqatlangan va men kabi mashq qilgan. Uni menga qaytar. U meniki. Hiyeju, bo'shashtir. Bu bilan vazningni yo'qotib bo'lmaydi. Sen doim cho'chqa kabi ovqatlanasan. Jiyoho, iltimos qilma, zilzila haqida ogohlantirish. 3 ochko zarbasi, jim. Turing. Agar yaqinroq kelsang, ularning har birini tashlab ketaman. Yaqin kelma dedim. 나 쏘들 거야. Jannat bo'lgan, issiq bo'lganga to'shib ko'rsin. Bu nima? Men Xivang Yusuman. Unga qaytarib ber, maylimi? Bo'ladimi? Jahannam yo'q. Hoy sen. O'g'lingiz muammomi? Hoy. Hoy, buzib tashlang. Xayrli kun, janob. 참, 너네들 좀 Hammangiz o'zingizni tuting. 어? Vaqt bilan solishtirganda hammanga yutqazdingiz. U ichki va tashqi tomondan mukammaldir. Qolganingiz esa yutqazish bilan bandsiz. Yo'noqdan boshqa hammangizning kelajagingiz yo'q. Janobcho, meni ko'rishni xohlagan ekansiz. Siz qandaydir tabletkalarni olasizmi? Nima? 어? Yolg'on gapirishni o'ylamang ham. 알고 있어. Bu shunchaki ozishim uchun. Janobcho, bu fentermin. Bugun ertalab yangiliklarda uni yomon ta'siri borligini ko'rdim. Bu gallyutsinatsiya va boshqa narsalarni keltirib chiqaradi. Kechirasan, Hiyejun. Men xavotirda edim, shuning uchun unga aytishim kerak deb o'ylagandim. Xo'sh, yonoq siz borishingiz mumkin. 연아는 먼저 나가. Siz kabi talabalar vaqtingizni bu ahmoqona narsalar bilan behuda sarflamang. Rahmat, janob. Hiyeju, senga nima bo'ldi? Ozishning eng yaxshi usuli kamroq ovqat yeyish. Tashqariga chiqib mashq qilishingiz mumkin. Qani dangasa bo'lishni bas qil. Shunday qilib, odamlar giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilarga aylanishadi.